Assalomu alaykum akalar. Kech soat 23:36. Hozir ichkarida bir voqea bo'lyapti, shuni ko'ramiz, ketdik. Assalomu alaykum, hormanglar bolalar. Modali hormang. Tuzimsiz-ku. Ahmet. Qarasiz, somsiz-ku, tuzimsiz. So'larda, qarasiz, somsiz, tuzimsiz. Bugungi videoda qilishimizga sabab ukamizning shijoatlari. Ukamiz Muhammad mana o'zi asli soppa sog'lom bola bo'lgan, baxtsiz avtomobil halokati sababli ukamiz oyoqlari shunaqa bo'lib qoldi. Lekin shijoatlari o'lmadi. Bu video hali dangasa, otasini puliga, akasini puliga yuradigan, ishi yo'q deb yuradigan bolalarga ukamiz birovga og'irini tushirmasdan o'zi harakat qilyapti. Tam qoldi ukam menga yozib, aka bilan kontent qilaylik deganda xursand bo'ldim. Bu ham Alloh bilan emasdi. Ukamiz tingan yo'q mana. Xudo xolasa patrlarni udar qilib chiqaryapti. Ukamiz bilan Xudo xolasa 22-iyundan boshlab kontent qo'yishni boshlaymiz. Agar Instagramda 10 mingta bo'lsa, ukamizni podдержка qilganlar, komment yozib, like yozib, podpiska bo'lib ketasizlar, biz ijodni boshlaymiz. Nima deysiz uka? Bo'ldi. Gap yo'q. Muxlislarga bitta gaplar. Komment kutamiz, podpiska tashlab qo'yamiz. Biz ijodni boshlaymiz uka. Boshlaymiz. Молодец uka. Sog' bo'lasizlar. Komment, podpiska kutamiz.